Xo'p, Cipher va IELTS bu nima? Farzandimga u nimaga kerak desangiz, hozir tushuntirib o'taman. Cipher ham ingliz tili ham deyarli bir-biriga o'xshash, bir xil narsalar. Ingliz tilini bilish mahoratimizni baholaydi, tekshiradi. Cipher, IELTS, TOEFL bo'lsin, barchasi 4 ta qismga bo'linadi. Birinchisi speaking, gapirish, ikkinchisi writing, yozish, uchinchisi listening, tinglab tushunish, to'rtinchisi bu reading, o'qib tushunish. Tinglab tushunish va o'qib tushunish qismi bolaning yoshi qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar, ko'p holatda ingliz tilini agar yaxshi bilsa, o'tib ketaveradi, yaxshi ball ola oladi, lekin speaking va writing, gapirish va yozish qismida birmuncha ko'proq ishlash kerak. Sababi IELTS, xoh u IELTS bo'lsin, xoh Cipher bo'lsin, yozish qismida masalan ikkinchi qism, yozish qismini o'zi ikki qismga bo'linadi. Masalan, IELTSda ham, Cipherda ham ikki qismga bo'linadi. Har ikkisini ikkinchi qismida essay yoziladi. Essayda mavzusi bo'lishi mumkin. Masalan, maktablarda chet tili o'tilishi kerak yokida bunga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi, qaysi darajada qo'shilasiz degan. Bunga javob berish uchun bola o'ziga yarasha dunyoqarashga chet tili o'tilishi kerakmi o'zi, kerak emasmi? Men bunga qanchalik qo'shilaman degan fikrga ega bo'lishi kerak. Mana shu joyda til bilishdan tashqari fikrlashning ham o'rni, ahamiyati bor. Bu essay yozish, xoh IELTS bo'lsin, xoh Cipher bo'lsin, har ikki qismida ham bor. Yozishning birinchi qismida esa IELTSda jadvallarga qarab ma'lumot beriladi, Cipherda esa xat yoziladi. Xo'p, gapirishga keladigan bo'lsak, masalan, bo'lishi mumkin. Gapirishning o'zi ham 3 qismga bo'linadi, IELTSda ham, Cipherda ham. Asosan eng katta qiyinroq qismlari ikkinchi qism va uchinchi qism bo'ladi. Birinchi qismi har Cipherda ham, IELTSda ham nisbatan yengilroq bo'ladi. Masalan, part 2da, ikkinchi qismda, speakingda, gapirishda ikkinchi qismda savol bo'lishi mumkin. Savol bo'lishi mumkinki, o'zingiz hayotda eng baxtiyor his qilgan vaqtingizni tasvirlab bering, aytib bering bo'lishi mumkin. Va bunga 2 minut gapirish kerak bo'ladi. 2 minut gapirish o'zini baxtiyor his qilgan vaqt haqida. Bu bola mana shu narsa haqida bir tushunchasi bo'lishi kerak, o'zini xursand bo'lgan vaqt haqida. O'shani 2 minut to'xtamasdan gapirib bera olish kerak. O'zi avvalo bularni topshirishdan oldin ham bola 1 minut, 2 minut istagan mavzuda savol bersangiz javob bera oladigan bo'lishi kerak bo'ladi. Keyin part 2sida mana shunday savollar bo'ladi, hayotiy kelib chiqqan. Uchinchisi bo'lsa, bu biroz ilmiyroq ham bo'ladi. Masalan, qanaqa qilsak, speaking part 3 ga keladigan bo'lsak, bunda savollar taxminan mana bu shaklda bo'ladi. Cipherda hukumatlar ijtimoiy tarmoqni nazorat qilishi kerak o'zi. Va pastida 3 ta bunga qo'shilishga sabab, 3 ta bunga qarshi sabab keltirib o'tiladi. Masalan, bu qo'shiladigan sabablar bu noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishini oldini oladi. Bitta misol uchun aytaman, hammasini aytib o'tirmayman. Yokida qarshi bo'lgan ma'lumot bu so'z erkinligini cheklaydi deb berib qo'yadi. Ya'ni bu unga bola, любой inson javob berish uchun o'zi, masalan, yosh bola bo'lsa, hukumat nimaligini tushunishi kerak, ijtimoiy tarmoq nimaligini tushunishi kerak va uni qanday boshqarishi mumkin, qanday nazorat qilish mumkin, buni tushunishi kerak. Bularni tushunmasdan turib savollarga javob berish imkonsiz. Xo'p. Va undan tashqari, masalan, bu so'z erkinligini cheklaydi agar hukumat o'zi qiladigan bo'lsa degan narsani tushunish kerak. Ya'ni u so'z erkinligi nima, boshqa narsani tushunish kerak. Muncha katta odamlar ham o'yinga kelsa tushunmaydi-da buni. Xo'p, yokida bunga qo'shiladigan sabab noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishini bu oldini olishga foyda beradi. Noto'g'ri ma'lumotlar qanaqa tarqaladi? Qanaqa bo'lishi mumkin? Buni ham tushunchaga ega bo'lishi kerak. Mana shu joyda kerak bo'lsa yosh kattalarga ham qiyinchilik tug'diradigan joylari bor. Cipherda qulay tomon mana shu savolga ideya berib qo'yadi. Xolasangiz mana qarshi tomoniga mana bunaqa bu so'z erkinligini cheklaydi, shu haqida ham bunday aytib o'tib ketsangiz bo'ladi deb. Bunga ham part 3da Cipherda bunga ham 2 daqiqa gapiriladi, 1 daqiqa tayyorlanib olishga va gapirib berishga 2 daqiqa. Hop, mana shunday ideya berib qo'yadi, qarshi tomonga ham ideya, qo'shilishga ham ideya berib qo'yadi. IELTSda ham xuddi shunaqangi taxminiy savollar bo'ladi, lekin unda ideya berib qo'ymaydi, siz o'zingizdan kelib chiqib gapirasiz.
Xohlasangiz qo'shilasiz, xohlasangiz qo'shilmaysiz, o'sha tomonga o'zingiz ideya berib aytib o'tib ketasiz. Mana shunaqa. Xo'p, uni qanaqa foydasi bor IELTSda yoki Seferda deydigan bo'lsak, buni bir necha foydasi bor. Birinchisi, xo'p, agar farzandingiz universitetga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda O'zbekistondagi любой universitet IELTSdan 6 ta bo'lsa yokida Seferdan B2 bo'lsa, O'zbekiston davlat universitetlari qabul qiladi. Ingliz tilidan maksimal ball bergan holatda B2 ni. Hatto chet elga ketayotgan, ishga ketayotgan ba'zi bir nimalarni ham B1 bilan olib ketishi mumkin. Ya'ni siz agar ingliz tilini B1 darajada bilsangiz, IELTSdan bu taxminan 4-5 bo'ladi. 4-5 ballga to'g'ri keladi. Siz chet elga borib, bemalol yo'lingizni topib ketasiz. To'g'ri, bu daraja baland daraja emas, lekin siz bemalol o'zingiz yo'lingizni topib ketasiz. Nima kerak bo'lsa so'rab, tushuntirib bera olasiz. Undan balandiga kelsak, B2 dan baland daraja bu B1 dan baland daraja bu B2 bo'ladi. B2 IELTSdan eng kami 5,5 bo'lsa 6-6,5 ga teng. Xo'p, IELTS bilan Seferda nima farqi bor desa, eng katta farqi bu farqi narxida. Boshqa aytarli katta farqi yo'q. IELTSda narxi 2,5 million, yaqinda 3 million bo'ladi deb eshitdim. Seferda narxi esa 500 ming atrofida. 506 ming 205 so'mmi shunaqa. Mana shunaqa. Yana bir uni foydalaridan bittasi bu sizda B2 bo'lsa, universitetlar ham shu qabul qiladi sizni ingliz tilidan maksimal ballni berib. Undan tashqari siz masalan IELTSdan 5,5, 6,5 undan baland ballaringiz bo'lsa, o'sha 5 dan boshlab daji chet elda universitetlar qabul qilishni boshlaydi. Siz chet elga ham universitetga kirish mumkin. Xoh o'zingiz o'qiyotgan bo'lsangiz, o'zingiz, farzandingiz o'qiyotgan bo'lsa, farzandingiz chet elga kirishi mumkin. IELTSdan Seferdan B2, IELTSdan 6 va undan yuqori ball olgan o'quvchilar u ilmiy kontent bo'lsa ham, masalan, dasturlashni o'rganishiga qiziqadi o'quvchi. Ingliz tilini bilsa, dasturlashni ham ingliz tilida o'rgana oladi. Yokida fizikaga qiziqadi, fizikaga oid ma'lumotlarni YouTube orqali ham ingliz tilida bo'lsa ham bemalol ko'rib, tushunib o'rganib keta oladi. Yoki IT yoki любой sohada bo'lgan ma'lumotlarni ingliz tilida eshitib, ko'rib o'rganib ketadi. Nafaqat gaplashish, hol-ahvol so'rash, bir narsa sotib olish, balki ilmiy ma'lumotlarni ham olib o'rgana oladi. Kitoblarni ham o'qib tushuna oladi. Seferdan C1 bo'ladigan bo'lsa, bu juda katta natija, bu ancha vaqt talab ham qiladi. Seferdan C1 olish bu o'qituvchilardan talab qilinadi o'zi. Ingliz tilidan dars beradigan ustozlardan talab qilinadi asosan. IELTSdanga esa 7 va undan balandga 7-7,5, ba'zan 8 ga ham to'g'ri keladi. 7-7,5 Sefer C1. 7 oladigan bo'lsa o'quvchi dunyodagi istalgan universitetga kira oladi. Masalan, 4 ta gapirish, o'qish, yozish, tinglab tushunishi hammasi 7 darajada bo'ladigan bo'lsa, hatto Cambridge'lar ham ingliz tili masalasida o'sha hal bo'ladi ingliz tilisi, qolgan narsalari ko'rib chiqiladi xolos. Mana shunaqa foydalari bor.